Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Dilshod Shomurodov YouTube kanali. Bugun biz o'z tariximizdagi 3-challenge akkaunt tarixida esa 2-challengening yakuniy qismida turibmiz. Lekin bu oddiy final emas. Bu 1 yil oldin boshlangan tarixning davomi. Keling, eng boshiga qaytamiz. Bundan 1 yil oldin YouTube hamjamiyatida yangi bir nom paydo bo'lgandi. Dilshod Shomurodov. Uning maqsadi juda oddiy edi. Atiga 100 ta obunachi yig'ish. U boshqa blogerlarga o'xshab tanga va olmosi ko'p akkauntlarda video olishni xohlardi. Lekin unda hatto oddiy sariq akkaunt ham yo'q edi. Shunga qaramay u harakatdan to'xtamadi. Har xil qiziqarli videolar oldi, lekin u videolarni deyarli hech kim ko'rmasdi. Lekin u taslim bo'lmadi, chunki uning ichida bitta katta niyat bor edi. Dilshod Shomurodov nomini O'zbekiston Dilshod olamiga olib kirish. Va bir kuni u Dilshod olamiga hammadan birinchi bo'lib bitta yangi tushunchani olib kirdi. Challenge. Va shu bilan hammaga g'alati, aqlga sig'maydigan bir challenge boshlab qo'ydi. 0 dan 1 haftada sariq akkaunt. Lekin keyinchalik bu qaror o'zgardi. Bu oddiy sariq akkaunt bo'lib qolmasligi kerak edi. Bu full akkauntga aylanishi kerak edi. Shunday qilib ketma-ket 9 kun video chiqdi va oxirgi qismda bitta gap aytilgan edi. Men hali qaytaman. Qaytmasligim ham mumkin. Lekin qaytsam bu akkauntda 200 ta texnika kuchaytirgich, 500 ta fitness kuchaytirgich va 50-100 ta darvozabon kuchaytirgich bo'lganida qaytaman. Qachon qaytishimni aytaman. Agarda qaytsam, mana bu akkauntga bu yerda hozir 108 ta guvoch turibdi. Shundan 700 ta yoki 1000 ta qilganimda qaytaman. Mana bu yerdagilar soni 300 ta, yo 300 ta emas, 200 ta. Bu yerdagilar soni 500 ta, bu yerdagilar soni 50 ta yoki 100 ta bo'lganda aniq qaytaman. Va oradan 1 yil o'tdi. O'sha va'dalar oddiy emas, ortig'i bilan bajarildi. Adminim Quvondiqov Shohrux yordamida tanga va olmos xizmatlari orqali bu akkaunt yanada kuchaytirildi. Va aynan shu akkauntda yangi challenge boshlandi. Obunachilar takliflariga binoan Fransiya terma jamoasini yig'amiz challenge. Mana bugun esa biz o'sha challengening yakuniy qismida turibmiz. O'tgan qismda bitta savol berilgandi. Endi sizlarga savol. Kundeni qidirishni davom ettiraylikmi yoki Husanovning o'zi yaxshi variantmi? Kommentariyalar to'lib ketdi va ko'pchilik bitta gapni yozdi. Kundeni oling. Va nihoyat 10 kunlik qidiruvlardan so'ng transferga Jules Kunde kelibdi. Bugun uni qo'ldan boy bermaymiz. Darhol olamiz va full qilamiz. Mana Sabiteni ham oxirgi o'yinini yutib, Dynamic Stars agentni qo'lga kiritib, 1500 tadan oshiq tangalarni ham qo'lga kiritib, transferga kirdik. Alisson va Ronaldo ham kelibdi. Ularni ham pul qilib yaqinda videosini chiqaramiz. Hozir Kundeni olamiz. Ajoyib chiqib kelishlarda Jules Kunde deb baqiryapti sharhlovchimiz. Fransiyalik ajoyib o'ng qanot himoyachimiz Jules Kunde. Shu joyda bitta Dynamic Stars agentga Open Pack ham qo'yamiz. Yaxshi chiqishlarda yugurib bu hujumchi biroz shamol bo'lyapti. E'tibor bermaysizlar. Yaxshi tepishlar, tezlik 91, yaxshi futbolchi bu.
va Omar Marmush Misr terma jamoasi futbolchisi. Salah bilan ikkovi yomon yondirib qo'yadi Misr terma jamoasini. Ronaldo va Alissonni full qilgan videoni ko'rishni xohlasangiz kommentariyaga yozib keting. Endi biz Kundeni full qilishni boshladik. Buni ham tepasidan 400 chiqarishga harakat qilamiz. Taklingni 90 qilsak ham yetadi. Chunki 100 bo'lish ehtimoli kam, juda ham 84-85 darajaga chiqib oldi. Tezlik 90. Tezlik 92, bonus development qo'shildi. Tezlik 93. Stamina 90. Acceleration 80. Satara 91. Menimcha tezlik birinchi bo'lib 100 bo'ladi bu yerda. Satara stamina 95. Stamina o'tib ketdi. Stamina 97 bo'lib oldi. Stamina 98 bo'lib oldi. Stamina 99. Tezlik 97. Stamina 100. Stamina yaxshi, birinchi bo'lib 100 bo'ldi. Tezlik bo'larmikin deb o'ylagandim. Lekin Satara ham birinchi 100 bo'lib olsa yomon emas. Voy, tezlik hammasidan oldinda borayotgan edi-yu, stamina bilan Satara o'tib ketdi va 3 ham chiqdi. Kunda ham 91 darajaga chiqib oldi va 4-100 ham chiqdi. Acceleration oxirida. Texnika beramiz, yaxshi, birinchidan taklingga tushdi. Ikkinchi ham takling yaxshi. Takling yaxshi. Biz ko'zlagan maqsadimizdan o'tdik mana. Pas 81. Taklingga tush va oxirgisi taklingga tushib, shu kunda ajoyib holatda full bo'ldi va Fransiya tarkibi ham tayyor bizda. Husanovning o'rniga Kundeni qo'ymoqchi edik-ku, lekin qo'ymadingiz siz. Bunaqa bo'lishiga. Endi esa bularni statistikalarini ko'ramiz. 400, 300, 100, 400, 200, Alisida 400, Dembeleda 300, Maykmanda 100 yo'q, hechqisi yo'q. Va nihoyat, mana endi tarkibimiz to'liq. 11 ta Fransiya terma jamoasi futbolchisi. Bu oddiy challenge emas edi. Bu sabr edi. Bu mehnat edi. Bu tarix edi. Va eng muhimi, bu tarix yolg'iz yozilmadi. Bu tarix sizlar bilan birga yozildi. Endi esa challenge accountning keyingi taqdirini yana sizlar hal qilasizlar. Lekin bitta narsani aytib qo'yaman. Bu challenge tugagandan keyin darhol yangi challenge boshlay olmayman. Hozircha bunga imkoniyatim yo'q. Lekin bu tugadi degani emas. Bu akkaunt albatta yana qaytadi. Aytgancha, bu akkauntda hali men bir nechta noyob futbolchilarni ham olib full qilib qo'yganman. Ularning videolari ham tez orada chiqadi. Bundan tashqari, hali oldinda bundan ham kuchli videolar, qiziq turnirlar va katta loyihalar sizlarni kutib turibdi. Talas Shomurodovdan uzoqlashmang, chunki bu hali boshlanishi. Biz hali birgalikda tarix yozishda davom etamiz.